Baliq olib ketdi, baliq. Pumba deydi, pumba. Tillo aka bular 3 ta sheriga bor edi. Ularni ilgari kuni bitta akamiz kelib bo'g'ozcha olib ketishyapti. Endi ham sigirimizdan boshlayveramiz akalar. Tishlari 8 kurak. Boladan tashqari 10 ta beryapti. Bolasidan tashqari 10 litr. Bolasi ham aka 3-4 litr sut indamay to'ymaydi bu bizni. Mana qarang. Bola ham go'zal ekan, oq boshli. 3 tasini sog'ib qolgan bolasi qo'yib yuboryapmiz aka. 3 ta bo'g'ozim bor edi, ko'plar unga zor edi deydi-yu. Kentavrlar davrada akalar. Biri shved, biri ukrainka xudo xolasa. Bu tomonlari, hurmatli aka-ukalar, boshlandi xudo xolasa. Bir dona yagona sigirimiz sog'ilish boshlandi. Mana. Go'zal ekan turuvi. So'skalarini olib kelingda bitta ko'rsatib qo'yasiz. Idish solishni boshlabdi-mi? Idish solishni boshladi endi. Xudo. Assalomu alaykum, hurmatli Tilla Oz kanali nashadiy obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari, bo'g'oz ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, hafta kuniga seshanba 2025-yil, xudo xolasa bugungi sanamiz akalar 11-noyabr, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani, Soybo'yda xudo xolasa sizlar bilgan, sizlar kutgan xudo xolasa Fazliddin ukamizning xonadonlariga tashrif buyurganmiz. Ikki bosh e'tiborlarga xudo xolasa yetuk, o'ta gigant, bahaybat bo'g'ozlarimiz va bir bosh xudo xolasa tayyor sigirimiz bor. Chiroq qilib yurgizib nahnolar haqida videorolik tayyorlab beramiz. Gaplarimiz, so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz akalar. Baliq olib ketib janovorlar, lekin bir donadan laykni bosib kommentariyada o'z fikrlarini qoldirasiz. Nahnavoni bemalol 12 ta viloyatga taqqoslab savdo qilinaveradi, xonadonlarga xotirjam yetkazib beringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bormisiz? Charchamayapsiz? Qalaysiz? Rahmat aka. Xudo xolasa o'zimizda sinaqtali mollar tayyor bo'lyapti aka. Mollarda boshi bor, oxiri yo'q. Kelishaveradi. Yaxshisidan chiqarib yetilib olganidan. Mollar bor, 10 tacha bo'g'ozimiz bor. Xudo xolasa birin-ketin tug'ib, birin-ketin yetilyapti. Sinaqtasini chiqaraveramiz aka. Bitta tayyor tuqqani bor. Sigirimiz. Moshina ekan, ammo bo'lganda. Molli bor-ku, o'yin yo'qotishmaydi aka. Go'zal ekan. Xudo xolasa qozig'ida qaraydi aka-ukalarimiz. Paketlarni qarang. Molimiz bizga aka bunimiz sigir kelgan. 15 kuncha bo'lib qolib tuqqaniga olganmiz. Bitta yaxshi insonning moli. Sinovdan o'tgan. Bitta odamga bersa aka, bolasidan tashqari 10 litr beryapti. Bolasidan tashqari 10 ta. Oxiriga qarab beraveradi. Umuman mol bor-ku aka. Moldan qolganini ham yalab bermasa, molni qaytarib olaveraman. Yo'q-ku? Ha, ag'iga ham garantiya. Molni qarang. Go'zal. Sog'lom mol o'zi kulib turadi, chehrasi ochiq turadi aka. Dastlabkani nima qilib beramiz? Dastlabkasi bitta olganga vodiy bo'lib, yengil-yengil narxlar qo'yamiz aka. Bitta olganga vodiy bo'lib, ikkita olganga O'zbekiston bo'ylab qilib beraveraman. Ketaveradi. Bittaga ham bilasiz-ku, kelishilinadi. Gap yo'q. Tishlarni ko'rsataveramiz? Bir boshdan ko'rsataveramiz. Och ber tishlarni. Sigirdan boshlaymiz akalar, tish ko'rsatishdan. Sigirimiz tishlari. Voy janavor, o'ta go'zal ekan mana tishi bor. Bo'g'oznikini ochib. Konkret. Baliq olib ketibdi mashina. Obunachilar chiqaring deyishganiga aka bo'g'ozlar ham 3-inchisi akalar. Yetilib oldi. Mana tishlar. 15 kun, bunisiga bir 15 kuncha bor, bunisiga bir 20 kuncha bor aka. Xudo xolasa tug'adi, oy kunidan yaqinlashib oldi. Endi masalan 15 kun, 20 kun ag'i-bag'i. Endi buni qo'ygan odam biladi, biz ham yaxshi insonni olganmiz aka. Oy kunini aytgan. O'zimiz olmay kam 2 odam berib turibdi bu mollar. Qani tuqqandan keyin to'rov yo'liniga javob beriladi. Javob beriladi. To'rov yo'liniga, sog'lomligiga javob beriladi aka. Yetalab ko'rsataveramiz? Albatta. Boshlanganda ham sigirimizdan boshlayveramiz akalar. Tishlari 8 kurak. Boladan tashqari 10 ta beryapti. Bolasidan tashqari 10 litr. Bolasi ham aka 3-4 litr sut indamay to'ymaydi bu bizni. Mana qarang. Bola ham go'zal ekan, oq boshli. 3 tasini sog'ib qolgan bolasi qo'yib yuboryapmiz aka. 3 tani sog'ib qolgani bolasiga. Qolgan bolasiga. Tutoylari ham go'zal ekan. Sigir qilib olishadi aka. Sal qolibdi bola. Xonajin. Rossiyskiga semental gibrid. Mol. Gibrid narsa zo'r bo'ladi-ku o'zi. Qaymog'i ham, suti ham zo'r bo'ladi. Bolani ham shunday gibrid beradi-da, eng asosiysi. Yog' miqdori o'ta ham baland aka. Sigirdi. Mashina 20 kunlik. Mana o'zi. Bola. Sut yog'ini so'rash kerak, yemoq-ichmoqni so'rash kerak yo'q ekan akalar. Umuman aka. Mollar qarang.
Stoykasi ham go'zal ekan. Mana shu mol bor-ku, 40 ning ichida qochadi aka. Voy joning. Go'zal. 40 ning ichida debman, chillasining ichida. Aha. Chillasining ichida qochadi. 20 kun, 25 kunda уже mol tayyor bo'ladi-da. Endi 20 kunlik mol уже buqaga qo'yishsa bemalol aka. Bir haftadan keyin buqaga qo'yishsa ham indamay turadi bu. Stoykani qarang akalar. Moshni ekan. Fazli nima deysiz bu narxini? Vodiy bo'ylab aka narx qo'yaveraylik. Aha. Qolgan yoqlarga kelishilinaveradi. Kelishiladi. Ha. Yengil qo'yib beraman. Necha pul qo'yib berasiz? Bizga ham yengil kelgan. Boshlanishi. Yengil kelganda uni baland qo'yish yo'q. Mhm. Yengil kelganda yengil sotamiz. Narxi aka 34 million so'm vodiy bo'ylab kam. Tezga qo'y. Bor. Olishsa maza qilsin. Aka buni bo'g'oz qilib olib tursa 30 millionga o'zim qaytarib olaman. Gap yo'q. Enasini o'zini. Enasini o'zi. Mana unisi padarka. Mana unisi. 34 million vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Kam bor. Vodiy bo'ylab. O'zbekistonga ham qayerdan topsiz kelishlar. Lekin go'zal ekan. Samarqandgacha 34 millionga qilib beraman. Xayri bor. Olib ortib beraman. Endi xayri bor-da, xayri qo'llarda. Aka o'zi 2 million so'm haqa bo'ladi-da. Muomalaga qarab kelishlar. Mayli kelishamiz. Bor. Bo'lmasa vodiy vohadan kelishib bo'lsangiz, vodiy dastavkasini o'tib beraverasizmi? O'tib beraveramiz. Gap yo'q. Akalar 34 million kam bor, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Boladan tashqari 10 ta sutka. Tishlari 8 kurak. Onani bo'yi 1.30 kelaversa kerak. Bolasi mana ichketda va sog'lom aka. Moshina bilasiz. Bizda ichketda narsa bo'lmaydi. Molga beparvo qaralinmaydi. Ketdik. Xudo xolasa sinoqda narsa aka. Davom etamiz. Bir bo'g'ozim bor edi, ko'plar unga zor edi deydi-yu. Kentavrlar davrada akalar. Biri shved, biri ukrainka xudo xolasa. Bu ham rossiyskiga semental gibrid aka. Aha. Mollar eng birinchi sort yetalab bering-da. Birinchi sortlari aka, Tillo aka. O'ta baliq olib ketib tomon ikkovi ham akalar. Mana qarang. Voy mashalloh. 10 kunga 20 kun qoldi dedingizmi? 15 kunga 20 kun. 15 kunga 20 kun qoldi akalar ikkovi. Tishlari lapatki. Voy mashalloh. Mollarning narxini eshitib ham o'zingizdan qoyil qolasiz aka. Aha. Molni olgan odam bor-ku, pul o'zi bilan ketadi. Ko'chaga tashab ketmaydi. Yayrida. Bitta yetalab ko'rsataylikmi? Molni qarang aka, narxi bor-ku, vesiga ham ko'taraveradi. Vesi ham baland ekan akalar. Yuvoshliklarni ham ko'rsatib beramiz aka men. Bexijolat. Konkret. Chapidan, o'ngidan umuman tanlamaydi. Mana. Go'zal ekan turuvi. So'skalarni olib kelingda bitta ko'rsatib berasiz. Idiz solishni boshlabdimi? Idiz solishni boshladi endi. Xudo avvalambor Xudo aka. Qarang. Parvarishini qilib, zo'r qilib qarab tursa bor-ku. Mana u ham idiz solishni boshladi. Ikkovi birin-ketin tug'adi aka. Bitta joyda mollar. Boringdan 25 kundan tug'sin, bolasi buqa bersin ikkovi ham, ha? Ularda aka 3-4 oylikni ham kerak bo'lsa kutib boqamiz. Sabab aka molni qarang. Mana. Qirg'iziston. Bishkek. Moshni. Jupiga narx aytaveraman. Bitta mash tomonga yurib beraylik. Oyoq qo'llarni ham bitta maza qilaylik. O'n qarang. Hay joningdan. Baliq olib ketdi, baliq. Pumba deydi, pumba. Tillo aka bularni 3 ta sheriga bor edi. Ularni ilgari kuni bitta akamiz kelib bo'g'ozcha olib ketishyapti. Aha. Tug'ib ulgurmayapti mollar. Mollar saralanib olib kelgan mollarimiz aka. Bo'g'ozcha ham olib ketib olishyapti. O'shancha aka obunachilar o'zi yaxshi biladi molni. Unisi ham, bunisi ham go'zal ekan. Tavsiya qilaman akalar. Mana, Alisdan xudo xolasa yomon narsa tavsiya qilmaymiz aka. Sigiriga pulim yetmayapti degan aka-ukalarimiz ko'p. Mana bu bolani qarang. Qarang. Chiqib ketaman deyapti aka. Olasi xudo xolasa, yeb ichishida, usib tepishida umuman muammosi yo'q. Ozgina sabringizga yarasha Alloh beradi. Yurgizib bergin. Kel. Mana qarang. Go'zal ekan ikkovi. Endi ko'chaga chiqyapti bular. Mana pum bo'lib ketibdi mana bor-ku. Qaytar. Fazni jupiga aytamiz, donalab ketamiz. Narxi bir xil. Aha. Narxi. Aha. Bu shved ekan, bu sementalga rossiyskiy gibrid ekan, bas aka. Mana shu. Nech pul jupiga? Jupiga aka 72 million so'm kami bor. 36 dan. 36 milliondan.
72 kammi? 72 million. Lekin o'zim uyimda tug'ib oladigan bo'lsa aka, begonaning qo'lida ham 40 million. Buni egasi 50 million narx aytgan menga. Voy. 72 millionga aka xayrini qilib beraman. Mana uni Vodiy bo'ylab dastlabkalarigacha qilib beraman. qonni yomon kattami aka u ham, ha? Obunachilaringiz bir maza qilsin aka. Tuqqanda ham gerakil tug'sa kerak. Avvalo xudoyo Aka 72 kami kam 40 millionlik mol bo'ladi. 71 kam bor jupiga. Tillo talashmadi deyishmasin, Ya, u bo'ldi zo'r aka, aytdi. gap so'z Sog' yo'q. barak. Jupiga 71 million kam bor akalar. Olasiz xudo xolasa. Chicha sabr qilsangiz hech yo'q 1 oy. Ikkovi ham tug'ib beradi ana sizga. Tayyor barakalar xudo xolasa. Ya go'zal ekan ikkovi. Aka tindaqlab to'plagan odamlarga nasib qilsin. Mollar bor-ku, xijolat qilmaydi. Olishadi, maza qilishadi. Konkretlar Yurgizbay. yurgizib. O'zimiz ham aka tanlab yurib olib kelib tishtikavaydi mollar boqilyapti. Ikkovi ham go'zal ekan. Oyoq qo'llariga ham e'tibor berib qo'yasizlar, hurmatli aka-ukalar. Birorta joyda nuqsoni yo'q aka. 35 million 500 mingdan kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Jupiga xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab ketilaveradi. Xudo xolasa, Jupiga Samarqandgacha aka. aha, Men misol bo'ladi 40 milliondan deb u Qashqadaryo aqlagacha bas. aha. Lekin kelishamiz. Kelishilgan holda Ha, yetkazib Bu beriladi. hayvonni barakasini qilgandan keyin aka shopirda puli muammo bas. Joni sog'. O'zimni tanishlarim serob. Yengil qilib aka o'zimiz jo'natayotgan narxda kelishib jo'natilaveradi. Sog' beraveramiz. Sigir sog'ib beramiz. Ketdik. Xudo xolasa boshladik. Bir dona yagona sigirimizni xudo xolasa idirib sog'ib e'tiborlarga ko'rsatib beramiz akalar. Moshni ekan. Sog'ib pishadi. Molda bor-ku. 15 litr sog'masa 10 litr sog'san aka 15 litrda effektini bersin. Joni sog' bo'lsin. Nima deyapsiz Tilloy? Shuni qani. Analar. Moshni. Bu tomonlari, hurmatli aka-ukalar, boshlandi xudo xolasa. Bir dona yagona sigirimiz sog'ilish boshlandi. Qo'l tegsa tushadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi yillar. Xotirjam ko'ra olaverasizlar. Ag'idan ham, mag'idan ham, yonidan ham, oldidan ham. Xudo xolasa sog'il bo'lsa ko'rsatib o'taman. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa sigirimiz sog'ilib bo'lindi. O'zi qolganni bolasi ham yemaversa kerak. Bolasi yo'qoldi. Joni sog' bo'lsin. Ustidan ko'rsatib bering. Aziz obunachilar, xudo xolasa shu bilan videolarimizni o'z orasiga yetkazamiz. Olgan sotganga Alloh barakasini bersin. Narx-navolar, ma'lumotlari to'g'ri kelsa, bemalol telefon qilib savdo qilinaveradi. Xonadonlarga chiroq qilib yetkazinglar. Joni sog' bo'lsin. Laklab ostida aka xudo xolasa. Bundan bag'agan zo'rlarni chiqaraveradi.